Xullas, mana bu 20 yoshimgacha halol peshona terim bilan to'plagan tillalarim. Olsangiz qimmat narxga oling, yo'qolsam indamasdan ketaveraman. Tilalaringiz ko'ring, bizdan hali hech kim norozi bo'lib ketmagan. Kartier uzuv. Kartier breslet. Dokumentlari ham bor ekan. Soat ham bor ekan. Dokumenti yo'qmi? Soat sog'iga kelganda, bilmasam korobkasini tashlab yuboribman. Unchalik soatga cho'miyman-da. Mayli, soatingizni haliroq gaplashamiz. Hozir kartierlaringizni ko'raylik. Da bu original ekan. 750 probada. Bu ham 750 probada ikkalasi ham. Hozir men sizga hisoblab beraman. Bular eski model bo'lgani uchun biz grammaga olamiz. Kakizeli ketmaydi. $120 grammaga bo'ladi. Shunda $2863 bo'lyapti. 12200 dan hisoblaganimizda 34,930,000 bo'lyapti. Chak emas. Soatimni ham hisoblab ko'ringchi, agar qimmatga olsangiz, siz o'zingizga sotib ketaman. Xo'p, soatingizga keladigan bo'lsak, soatingiz Cartier stylist o'ltirdi. Oynalarni sal qilib qo'yibsiz, polirovka qilish kerak. $2000 ga qizuv bo'ladi. Yo'q, ishxonada yaxshi ishlaganim uchun sovg'a qilishgandi. Umumiy qilib hammasini hisoblab bering, mayli? Xo'p, umumiy 59,330,000 chiqdi, 59,500 qilib beraman. Bo'ldi, muammosi yo'q. Pulni bering. 30 million, 50 million bo'ldi. Bu 9,500, 59,500. Barakasini bersin. Voy, rahmat. Agar mabodo yana tilla topsam, yana sizga olib kelaman.